asosiy qoidalardan desa ham bo'ladi. Bu jarayon har doim davom etadigan jarayon va bizga keragi ijobiy ichki muloqot. Ijobiy ichki muloqot har doim sportchida bo'lishi kerak. Musobaqada bo'lishi kerak, trenirovkada bo'lishi kerak, trenirovkadan tashqari umumiy kundalik hayot tarziga aylanishi kerak. Ijobiy ichki muloqot. Ijobiy ichki muloqot nima? Sportchi bizni aytamiz, misol uchun hammani ichida aslida bitta emas, ikkita va undan ortiq odam yashaydi. Va o'sha o'zidagi ichidagi o'zidan tashqari yana boshqa odam yoki odamlar bilan ijobiy gaplasha olishi kerak sportchi. Ya'ni unga qandaydir salbiy fikr kelganda o'sha salbiy fikriga ijobiy argumenti bo'lishi kerak sportchini ichida. O'zi bilan o'zi ijobiy gaplasha olishi kerak. Ijobiy fikrlarni yurita olishi kerak. Salbiy qarashlar, salbiy munosabatlar, salbiy emotsiyalarga oid fikrlar kelganda ularni ijobiylashtira olish kerak. Buning uchun o'zidan ijobiy argument bera olish kerak. Bo'ldi, shunaqa ekanda, yomon ekan, salbiy ekan degan fikr bilan qolish salbiy muloqotni ko'paytiradi. Shuning uchun o'zingiz bilan o'zingiz ijobiy gaplashishni o'rganing. Agar salbiy fikrlar, salbiy munosabatlar, salbiy qarashlar, salbiy xulosalar, salbiy hukmlar, tushunchalar ko'payib ketayotgan bo'lsa, bu sizga indikator bo'lishi kerak. O'zingiz bilan o'zingiz yaxshi gaplashmayapsiz. O'zingiz bilan o'zingiz umuman gaplashmayotgan bo'lishingiz mumkin. O'zingiz bilan o'zingiz ijobiy gaplasha olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Shu narsaga albatta e'tiborli bo'lish kerak. Ayniqsa o'sha sportni intellektual turlari, shaxmatga o'xshagan sport turlarida bu narsa eng muhimlaridan desa ham bo'ladi. Chunki siz muhim qandaydir qarorlarni qabul qilish jarayoningizda sizdagi ichki salbiy muloqot o'sha qarorlarni to'g'ri va sifatli qarorlarni qabul qilishingizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Va umuman olganda har qanday sport turida o'sha ichki ijobiy muloqot har doim saqlanib turishi kerak. Sportchi o'zi bu narsani saqlashga harakat qilishi kerak. Chunki na trener, na aytaylik ota-onalar, yaqinlar, hech kim sportchini ichiga kirib ichidagi o'sha ikkita odamni yarashtirib ijobiy gaplashadigan qilib qo'ya olmaydi. Sportchi bunga o'zi intilishi kerak. Yana bir marta qaytaraman, buni eng asosiy qoidasi sportchiga qandaydir ichki salbiy qarashlar, munosabatlar, xulosalar, hukmlar, tushunchalar kelyaptimi, uni ijobiy argumentlay olish kerak. O'zi bilan o'zi ijobiy shunday muloqotni eng asosi shu hisoblanadi. Bevosita bugun siz bilan psixologik tayyorgarlikda amal qilinishi kerak bo'lgan, rioya qilinishi kerak bo'lgan eng asosiy 10 ta qoidani ko'rib chiqishga harakat qildik. Albatta psixologik tayyorgarlik faqat bu 10 ta qoidadan iborat emas va biz 10 ta qoidani endi baholi qudrat tushuntirishga harakat qildik-ku, lekin bu qoidalarni alohida har biri bo'yicha tizimli biz ishlashimiz kerak. Har biri bo'yicha o'zimizni strategiyalarimizni, o'zimizni yondashuvlarimizni ko'rib chiqishimiz kerak va strategiyalarimiz, yondashuvlarimiz har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin, har doim ham natija bermasligi mumkin va natija bermagan strategiyalarni qayta o'zgartirishga tayyor bo'lishimiz kerak. Va psixologik tayyorgarlik zamonaviy professional sportda muhim ahamiyat kasb etishini hurmatli sportchilarimiz hech qachon unutmasligimiz kerak. Chunki mana o'sha jismoniy, taktik, texnik tayyorgarlik deymiz, sportchini salomatligi deymiz va oxirgisi psixologik tayyorgarlik. Va agar o'sha bittasi bo'lmaydigan bo'lsa, sportchini o'sha musht bo'lmaydi. U o'zi xohlagan natijaga erisha olmaydi va o'zi xohlagan natijaga erishgan taqdirda ham u o'zidan qoniqmaydi. Shuning uchun psixologik tayyorgarlik sportchi birinchi navbatda inson ekanligini inobatga olib, u robot emasligini inobatga olib, psixologik tayyorgarlik zarurat, ehtiyoj hisoblanadi. Hurmatli sportchilar, murabbiylar, ota-onalar, zamonaviy professional sport tobora rivojlanib, murakkablashib bormoqda va bu jarayonda mana shu kamida bugungi berilgan 10 ta qoidaga amal qilish
shu 10 ta qoidani inobatga olish, nazarda tutish natijalarni yaxshilanishiga, sportchini o'zi aytaylik yaxshi his qilishiga yordam berishi mumkin. Siz bilan sport psixologi Akobir Abdullayev bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.